Vogue 660 24-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, ABS, traction control, launch control, zaslonkani ovozini pasaytirish, o'chirib yoqish funksiyasi bor. Original gulshitilda. Narxini juda ham yumshoq qo'yganmiz. Holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Balonlari yaxshi, oporniy disklari yaxshi. Brembo tormoz sistemida. LED farlarida. Original korpusda turibdi. Hop. Karbon gulshitel. Balon yaxshi, orqa balon ham, disklari joyida. Hech qanaqa qirilgan joylarini ko'rmadik. Qandoq ko'rib turgan bo'lsanglar, shundoq. Cook shifter bor. Zavod qilamiz. 24-yil 10.000 probekda. Hop, 10.297. Qaranglar. Bu yerda sport rejimda turibdi. Buni bossanglar normalga o'tadi. Mana normal. O'sha yumshoqroq yuradi, tortib ketmaydi. Boshlanishda shunda haydab turib, keyin unga o'tib olsanglar bo'ladi sportga. Zavod qilamiz. Sportga o'tkazib, zaslonkani ochsanglar, o'sha ovozlari o'zgardi. Ortiqcha hech qanaqa ovozlar yo'q. Telefon qilinglar, $6050 deyapmiz. Kim birinchi baraka qilsa, olish niyati borlar, zaklab tashlasa, uzoqdan kelayotganlar xafa bo'lib qolmasa bo'ldi.